Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kanamızda kıtanlar ekranımızda bulsun. Kuveyt Devlet Meclisi'de Şarkı Türkistan meselesi gün tertibki geldi. 1 yanvar Kuveyt Devlet Meclisi'nin muavin reisi Usame Şahin Devlet Meclisi'de dünya Müslümanlarını Şarkı Türkistan Müslümanlarına yardım kılışqa çağırdı. Usame Şahin efendi ata-anası lagerga tutqun qilinib, igicha qisiz qilish sababidan o'stangda to'nglab o'lib ketgan balni ko'rsatib turib, qalbida zarrachilik iymon bor musulmon yoki bir inson bu balaning ahvolidan echinmay qolmaydi. Bu balaning ota-onasi Xitoy tarafidan lagerga tutqun qilinib, igicha qisiz qolganligi sababdan o'stangda to'nglab o'lib ketgan deganlarni bildirdi. O sözün davamlaştırıp munularını o'ttirg'a qo'ydi. Xitoy Sharq Turkiston musulmonlari ichidan bir qancha million kishini lagerlarga tutqun qildi. Bu holat xuddi 2 dunyo urushi mezgildagi natsistlar lageriga o'xshaydi. Sharq Turkiston musulmonlari lagerlarda iymonidan voz kechishga majbur qilinyapti. Uning ustiga Xitoy ta'sis qilgan lagerning ko'lami, tutqun qilingan odamning ko'pligi, sharoitining nacharligi taraflaridan natsistlar lageridan ko'p echinishliq. Tolumu afsuski bu meseleni Birleşken Milletler Teşkilatı o'ttirg'a qo'ydi. Biroq biz musulmonlardan bu haqda ün chiqmadi. Kuveyt devletining hamda barliq islom davlati va musulmonlarning Sharq Turkiston musulmonlariga yordam qilish, ularning ahvoliga ko'ngil bo'lish mas'uliyati va majburiyati bor. U so'zning davomida yana biz Xitoy kommunist hokimiyatini qattiq qiyinchilik sharoitida yashayotgan Uyg'ur musulmonlarining insoniy huquqini qaytarib berishga chaqiriq qilamiz. Men deymanki, Xitoy Sharq Turkistonda iqtisodiy va siyosiy sohaga ko'ngil bo'layotgan bo'lsa, undaqda u yerda eng ko'ngil bo'lishga tegishli insoniy qimmat, shar'iy qimmatlarga mo e'tibor berish mas'uliyati bor. Biz Uyg'ur musulmonlarining islomiy qarindoshi bo'lish sifatimiz bilan Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlariga qarshi elib berayotgan bostirishlari haqida ahvol surishti qilish, Uyg'ur musulmonlarining ahvoliga ko'ngil bo'lish haqqimiz bor. Shunga men Kuveyt hukumati, Arab islom allari, O'rta Sharq hamda Osiyo allari, hatto dunyo xalqini birdek harakatga kelib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmon qarindoshlarimiz erkin ozoda, baxtli yashash holatiga kelganga qadar Sharq Turkiston musulmonlari masalasini o'ttirg'a chiqarib, keng tashviq qilib, ularga yordam qilishga chaqiriq qilaman. Xitoy Uyg'ur tutqunlarini maxfiy yo'tkab nima qilmoqchi? 31 dekabr Zimiston to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, xabarda Xitoy butun kuchi bilan Uyg'urlar haqidagi ichki ahvollarni yushirishga uringan bo'lsa-mu, biroq Uyg'ur tutqunlarining Xitoy o'lkalariga yo'tkilish ahvoli bilan ular uchrayotgan razil muomala va vahimalarga doir texnik ko'p uchurlar oshkorlashga boshlaganligi. Bu tafsilotlar Xitoy Kommunist partiyasining razil vositalari va tutqunlar duch kelayotgan mushaqqatlarni texnik ro'shan yo'ritib beradiganligi. Yo'tkash harakatining ko'lami va murakkabligi haqidagi tafsilotlar kuzatuvchilarni hang-tang qoldirganligi bildirildi. Xabarda yerlik turma doiralari bu xizmatga cho'nqur singib kiradiganligi, yuqori darajali doiralar Uyg'urlarni boshqa joylarga yo'tkigandan keyin yerlik adliya doiralari qaramog'idagi turma doiralari ularni qabul qildiganligi. Orqadan tutqunlar alohida belgilangan qatnash vositalari bilan yangi turmalarga avatildiganligi, bu harakatga qatnashgan bir soqchi Amerika armiyasining Afg'onistondan askar chekindirish qarori Xitoyni bearam qilmoqda. Amerika prezidenti Donald Trump Afg'onistonda turishliq 14 ming Amerika armiyasini muddatga bo'lib chekindirib chiqish buyrug'iga imzo qo'ygandan keyin Xitoy doiralari buningda mas'uliyatchanlik bilan chekinishning muhimligini alohida ta'kidlashga boshlagan. Xitoyning Pokistonda turishliq muavin bosh elchisi Zhao Lijian Pokiston televiziyasiga so'z qilib, Taliban bilan Afg'oniston hukumati darqamda turib, urushdan qolgan masalalarni muvofiq hal qilishi lozim degan. Shuningdek, Amerika armiyasi qo'shin chekindirib chiqib ketgandan keyin Afg'oniston hukumati bilan Talibanlar o'rtasidagi urushning yangiboshdan avj elishidan qattiq andish qilayotganligini bildirgan. U bu vaqtda qilgan so'zida ichki urush qaytadan boshlansa, uning ta'siriga uchraydigani oldi bilan biz va Pokistondir deb ko'rsatgan. Javlijan bu vaqtdagi so'zining davomida Afg'onistondagi qurolli guruhlarning Uyg'urlar diyoridagi terrorlik harakatlariga ostiridan hamdam bo'lishidan bakrak andish qilayotganligini oshkora aytgan. Bo'libmi u Sharq Turkiston Islom harakati nomli tashkilotni
atalmış Şinjan'ı bizden ayırıp müstakil qilmoqchi. Hukumatimiz bununğa hargizmi yo'l qo'ymaydi deb ayıplagan. Muxbirlarning Uyg'urlar duch kelayotgan siyosiy bostirishlar haqidagi savollarga qarata Javlijan bu butunlay g'arb dunyosining bir taraflama ma'lumotlari deb javob bergan. Navbatdagi kuzatuvchilar bu vaqtda fikr qilib, Amerika armiyasi Afg'onistondan chekinib chiqsa, Talibanni kontrol qilish Afg'onistonning hozirgi hukumati uchun bir cho'ng xiris bo'lib qolishi mumkin. Qachoniki Taliban qaytadan zo'rayib, hukumatdan qudratli bo'lib ketsa, u holda Afg'oniston qaytadan urush o'tig'i petib qolishi mumkin deyishmoqda ekan. Savdo urushi sababli Xitoy iqtisodiy barg'ansiri tuvallanmoqda. 2 yanvar Umid ovozi to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoyning Amerika bilan elib borgan savdo urushida Xitoy iqtisodiy barg'ansiri kasatlashmoqda. Xabarda Xitoy bilan Amerikaning savdo urushi 3-oyda boshlangandan buyon Xitoy iqtisodiy tuvallashga boshlaganligi, Xitoy paychek bozori izchil tuvallab, har xil kasblarga mablag' selishda qiyinchilik yuz berganligi, Xitoyning Sharq Turkistondagi nurg'un shirkatlari bojdan qochib, shirkatlarini tizimlikdan o'chirib o'tganligi, Qo'rg'os gazetida tizimlikdan chiqarib etish e'lonlarining orqa-orqadan e'lon qilinayotganligi, uning ustiga Xitoydagi vaziyat o'zgarishidan qo'rqib, mablag'ni chet elga yo'tkash ahvollarining davomlashayotganligi bildirildi. Xi Jinping Tayvanga tahdid soldi. BBC'ning bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoy raisi Xi Jinping Beijingda ochilgan bir yig'inda qilgan so'zida Tayvanga tahdid ishiltib turib, Tayvanning mustaqillikni talab qilishi uning falokati bo'ladiganligini bildirdi. Tanlashlar orasida askariy mudohala qilishning borligini bildirgan Xi, dunyoga jang e'lon qilgan holda Tayvanning Xitoyga majburiy qaytilishi kerakligini ta'kidladi. Xitoy Tayvanni cho'ng quruqlikning bir parchasi deb qarag'achqa, davomli holda Tayvanni o'ziga qo'shib olib, bir o'lka sifatida boshqarishni niyat qilib kelmoqda. Ammo ko'pincha tayvanliklar Tayvanning mustaqil ekanligini bildirib, Xitoyga qaytilishni xohlamaydi. Xi Jinping so'zida Tayvandagi mustaqillik tarafdorlarini ishorat qilib turib, Tayvandagi har bir kishi mustaqillikning buyuk bir falokat bo'ladiganligini bilishi kerak dedi. U so'zda yana Tayvan masalasining Xitoyning ichki ishi ekanligini, har qanday sirtqi kuchning aralashishini xohlamaydiganligini bildirdi. Kuzatuvchilar Tayvan masalasining Xitoy da'vo qilib turayotgandek Xitoyning ichki ishi emasligini, u allaburun xalqaralashib bo'lgan masala ekanligini, shuningdek Tayvan xalqining kommunist hokimiyatini xohlamaydiganligini bildirishmoqda. Anqaraga yurish qilayotgan qarindoshlarimiz safarini davom qilmoqda. 15 dekabr İstanbuldan Anqaraga qarab yo'lga chiqqan qarindoshlarimiz yurishini jafoliq davomlashtirmoqda. Ali Akbar Damolamning yetakchiligida Xitoy tajovuzchilarining vatanimizda elib berayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga Türk xalqining shundaqla dunyoning diqqatini tortish uchun Anqaraga piyoda yurish harakati 15 dekabr 9 Uyg'ur bilan boshlangan edi. Yurish qilayotgan qarindoshlarimizning soni bugun 60 kishiga yetdi. Shundaqla karvonga qaytilish uchun yana 20 kishining yo'lda ekanligi bildirildi. Bugun 2 yanvar atiganda karvon Anqara viloyati Qizilji Hammom shahar markazida Xitoyga qarshi shuar to'g'lab yurish qildi. Shundaqla Qizilji Hammom markaziy jamiasida peshin namozdan keyin jamoatga Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda elib berayotgan jinoyatlar tunishtirilgan tashviqot varaqchilari tarqatdi. Yurish qilayotgan karvonni yana Qizilji Hammom shahar boshlig'i Muhiddin Gunay apandimi ishxonasida qabul qilib, ular bilan qizg'in hamsuhbatda bo'ldi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.